Hammaga salom, bilasizlarmi, hozir kechi bo'lganda nima xayolim kelib qoldi? Toshkent ko'chalarida yo'ldan ketayotganda hamma ko'rgan bo'lish kerak avtobus polosasini. Va avtobus polosasining nimasi qiziq? Avtobus polosasi paydo bo'lgandan keyin avtobuslarga haqiqatan ham yengilliklar yaratildi. Ya'ni ancha yengillashdi avtobus harakati. Ammo misol uchun menga o'xshagan odamlar yoki boshqa odamlar avtobus polosasini bosmay qo'ydi. O'sha narsa paydo bo'lgandan keyin haqiqatan o'ziga kerak bo'lgan paytda, qayilish kerak bo'lgan paytda o'sha avtobus polosasiga kirib, o'ngga qayilib, faqat shu ehtimollarda o'sha yerdan harakatlanish boshladi. Lekin aynan shu holat bo'yicha ba'zi bir odamlar o'sha avtobus polosasi bor-yo'q farqi yo'q. Probkani chetdan o'tib, bosib, keyin yana potokka kirib oladigan odat o'zligi yaratib olishdi. Eng qizig'i shu narsani yechimi bor avtobus polosasini. Endi bilmadim qanchalik bu real. Shu tizimda ishlaydigan odamlar menga может aytvorar direktda. Bitta g'oya bor. Misol uchun avtobus polosasi bitta mashina ketyapti, tasavvur qiling, avtobus polosasida mashina ketyapti. Har bitta перекресткda chorrahalarda kameralar bor. Bitta chorrahaga misol uchun Damas bordi. U kamera oldi Damas. O takoy. Avtobus polosasida harakatlanyapti Damas. No, mayli, bitta chorrahagacha bordi. Ikkinchi chorrahaga boryapti, kamera ko'ryapti Damasni. Yana xuddi shu avtobus polosasida turgan bo'lsa, o'sha jarima qo'llash kerak deb qo'llash mumkin. Mayli, kerak demayman, qo'llash mumkin. Nimaga bunaqa deyapman? Misol uchun men aytmoqchi emasman, jarima qilinglar, jarima ko'paysin, unaqa narsa g'oyam yo'q, lekin misol uchun sizga, menga o'xshagan odamlar, oddiy odamlar bu qonunga rioya qilyapti. Lekin ko'pchilik qilmayapti. O'zinglar ham ko'ryapsizlar. G'ashingizga tegyapti. Misol uchun probkada siz turibsiz potokda, ondan chetdan kimdir avtobus polosasidan o'tib ketyapti. Misol uchun hamma joyga gayini qo'li yetmayapti. Aytmoqchi bo'lgan tanish bilishlik emas, просто gayi yetmayapti, soni yetmayapti. Har bitta перекресткаga gayi qo'ysa, gayi qolmaydi. To'g'ri, yetmaydi gayi bunaqa qilishga. O'shanga mana shunaqa narsa qanchalik real, sizlar direkt yozib qo'yinglar. Kim bu sohani tushunsa, misol uchun mana kamerani bunaqa programma qilish qiyin emas. Kamera har holda remain yurib, nomerga sizga shtraf keltiryapti. Endi bu narsa qilish mumkin emas bo'lsa, men ishonmayman. Lekin bu g'oya nimaga yomon deb o'ylasanglar, uni ham yozib qo'ysanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, hammaga xayr.